turpoqdan yaralgansiz, men ham o'sha turpoqdan yaralganman. Aytdi-o'tingizga boyib ketsangiz ham shu gaplarni unutmang, o'zingizdan ketib qolmang. Ya qanaqadir bir zo'r bir ishga kirib rahbar bo'lib ketsangiz ham o'zingizdan ketib qolmang. Balki madrasani o'qib kelib, domla bo'lib bizdan mikrofonni olsangiz, u hammasi hurmatsi, unda ham o'zingizdan ketib qolmang. Alloh Qur'onda ochiq aytgan, men o'zidan ketib qolgan, haddan oshganlarni men yomon ko'raman dedi. O'zimizdan ketmasligimiz kerak. Uchun endi ma'ruzamizning oxiridagi sizlarga bir akalik xulosamda namoz o'qimayotgan bolalar namozni boshlanglar. Yaxshi emas bu. Chunki namozni Alloh aytgan Qur'onda aqimus solata degan joy keladi. Aqimus solata degani tarjimasi namoz o'qinglar degan. Namoz o'qinglar. Endi yoshsizlar bilmayman, ichlaringda nasha yo chekib, ichib, kayf